Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana navbatdagi kotyollarimiz dastlabki jarayonga kelib qoldi, xudo xolasa. Bu kotyollarimiz Pravda mahallasidan bo'ldi. Mana do'stlar, kotyollarimiz polniy 4 kisam bo'ldi. 350 kvadratli kotyollarimiz. Eshiklar ham mana tankovskiy eshiklardan bo'ldi. Xudo xolasa yaxshi kunlarni buyursin, xayrli chiqsin. Kimga shunday xizmatlarimiz qiziq bo'lsa do'stlar, xizmatdamiz qo'ldan kelgancha yasab beramiz zakaz bo'yicha, xudo xolasa. Komplektinde shunday ventilator shamolni pasaytiradigan kotyolni boshqaradigan miyasi bo'ladi. O'zingiz kerak bo'lsa qo'yasizlar. Kotyolni issiqdan ko'rsatadigan manometrlar bo'ladi yuqorida. Shu narsalarimiz xudo xolasa qo'shib beriladi. Dastlabki xizmatlarimiz ham mavjud qo'ldan kelgancha do'stlar, xudo xolasa aytaverasizlar. Kimga qanday kvadratda, qanday obyektda kotyollar kerak bo'lsa aytaverasizlar. Shunday kotyollar hammalarga nasib etsin. Istig'omini yozda ko'ramiz. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.